Hello aytmoqlar do'stlar, men bugungi Yashin bilan o'ynaymiz. Bugungi challenge nima edi? Homoki o'zini 3 marta o'ldiring deyishdi. Men o'ldirishga qaror qildim. Faqat hozirdan boshlaymizmi yo kreativdan keyin o'zimiz qo'ldan kelgancha sehrlar keyin o'qiymiz. Kreativdan. Davay. Bo'pti, faqat sen plyusga o'tib o'ynaysan. O'zi plyusda? Bo'ldi, davay. Day, qani endi, let's go. Homoki o'zini o'ldiring degan ekansizlar. Men Homoki o'zini o'ldirishga qaror qildim va uni videoga chaqirish juda ham oson ekan. Shuning uchun nima qilish kerak? Bugun meni o'ldirish. Yo'q. Shuning uchun nima qilish kerak? Like va подписчик yoz qo'yinglar iltimos. Akamiz 15 ta bo'ldilar, men esa 37 ta bo'ldim. Поддержкалар uchun rahmat. Agar men shuni 40 ta qilib qo'ysanglar, juda ham katta ish qilardinglar. Men shu videodan yana ko'proq chiqazaman. Va kanalda tayyor bo'lsanglar kettu, qani let's go. Va obunachilar uchun bizga yo'q qolmasligi uchun pauza qilaman, xo'pmi? Hop. Davay, unda men o'zorda Mana pauza qilaman. Unda kiyimlarni kiyib bo'lgandan, sehrlarga bo'lgandan keyin sanaymiz. Pauza qilish uchun. 1 2 3 va ana tayinlan bo'lgan narsalarni mana o'zinglar bilsanglar mana kerakli narsalar mana qarang mana de. Men shu narsalar bizga kerak. Bo'ldingizmi? Urushayotganimizni qilamiz. Men pauzaga qo'yib turaman. Qani unda ketdik. Tayyormisan? Ana Bilishga tayinlan. ketdi. To'xtang. To'xtang, kreativ qo'ring. Nimaga? Tez qo'ring. Voy, kreativ qo'ring birinchi. Yo'q. Kreativ qo'ring, menda anaqa olmayman. Nima? Kerakli narsa bitta. Ha? Bir dona kerak-da shu narsa. Bo'ldimi? To'xtang. Bo'ldi. Endi qo'ring. Tayyormisan? Antroqqa turib olaman. Sehrlab oldingmi sana? Yondiradigan qilib, ha? Yandiladi, kiydiradi, sanamginam. Tayyormisan? Da. Qotib qoldim. Davay, yashin kutamiz. Boshladik. Urushamiz, davay. Yashin ketdi. Tayyor. Ko'raman. Tegdimi? Yo'q. O'xti. Yaxshi, endi urushamiz. Narsalarim yo'q qotdi. Necha chiqsa da urushamiz. Da. Plyusdamiz, ha? Jonim ketyapti shuni. Men olib yonayotgandan ko'rmayapman, bile. Yaxshi, хорош. What the fuck? Ketyaptimi joning? What the fuck? Men sehrli olmam, yo'q qoldi-da. Bo'lsa, yomon yirtib yuborardim. Keling. Naqsham joniga yetmayapti. Haqi yo'q qoldi. What the fuck? Yaxshi.
What the fuck? Nima bo'lyapti, bro? Bam. 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 Yaxshi. Bam. 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 Yaxshi. Bam. Yaxshi. Bam. Yaxshi, faqat o'zingni ham joning ketayotganini ham hisobla. Jonim ketmayapti mana. Maki desin, maki, 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 maki desin, maki. Plyusda ben oynamasligimni bilib turib, jon o'ldim ben. Voy. Suvda udaringiz unchaga o'tmaydi. Maki desin, taxtagi. Voy. Yo. What the fuck? Rahmat. Voy. Tunati? Da. Tunati? Nima narsalar? 4 ta kamon bo'ldi nimagadir menda. Bam. Bam. Xo'p do'stlar, birinchi maqsadimiz men telefonimda Minecraft o'ynaydiganlar bo'yicha PvPda birinchi raqam nomini olish maqsadim bor. Shuning uchun ham asosan PvP o'ynayman. Va ana negr qaqqa bo'lib qoldi. What the? Man! Yaxshi. Negerdan zarbalar. Negrdan. Humokidan zarba bunisi. O'zcha men jinni deb o'ylabdi dedi. Yo'q, aqling yetsa qilishda chaq. Man. Voy. Maze. Bam. Bam. Yeah. Yeah. What the fuck? What the fuck deydigan bo'ldi. Oy oy oy. Yana bitti. Bunisi ortiqcha. What the fuck demayapti o'g'larim. What? Do'stlar, nimagadir o'qimizda sal pastlik qilyapti, cho'ta nimadir bo'lyapti, do'stlar, to'g'risini aytaman. Men o'qim cheksizlik sehrlangan, shuning uchun meni anaqa o'qim tugamasligi mumkin, lekin kamonimni kuchi tugab qoladi. Unda bo'lsa bittalik o'q bor ekan. Menda bittalik o'q emas, meniki ham besgan echniki qigilinga. Ha, faqat kuchsiz, ha? Nima? Voy! Yo, nima qilyapti bu? Hoppa. Yaxshi.
Naqotda bu suv ekan, nima desam? Voy. Ne? Voh. Suvga bar. Yaxshi. Do'stlar, cho'ta bu o'lmas bo'lib qoldi. Kashshay. Lekin yaxki agar qilichda urishadigan bo'lsa, o'ldirib tashlayman. O'ldan ketgancha, yaxshi. Qilichim qara. Bolta deding sen bu yerdan dedi. Qilichim ham bak bo'pti. Kamonga. Yaxshi, urishni o'rganmoqda. Plyusda ne obunachilar bo'lmasa yorib yuborardim. Plyusda? Davayman anaqa. Nima o'zimnikiga o'tib olay. Yo'q, bunaqada men bittada o'ldirib qo'yasan. Bo'ldi. Shuning uchun teng urish kerak. Echele. What the fuck? Nima bo'ldi? Yaxshi hamma aqlim ishlaydi, ko'rdingmi? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Telefonim qizigandir-da. Qattasan. What the fuck? Qilichim, nima yo'lanmadi? Voy! Vo! Do'stlar, to'g'risini aytsam, PvP cho'tga ketyapti lekin. Nima desa bo'ladi? Yaxshi. To'g'risini aytsam, qotib qolyapmiz, qo'tyapsanmi sen ham? Boshga imisindi. Sundimi? O'ldirib tashlaylik hozir bo'ldimi? Jon ketishdan bilamayapti. Voh, bolalar. Sekinlashib qoldim. Yaxshi. Bunga nima bor mening yurtarimda? O'zi o'lib ketaman deb turibman. Kiyimim what the fuck? Tiqilib qoldimmi? Men ham bosh kiyimim. Basharang oyog'im. Menga o'qing ta'sir qilmayapti. Bunaqa. Da, to'g'ri. Olovga sehrlagansan, lekin menga oloving ta'sir qilmayapti. Davay, endi faqat qilich bilan boltada urishamiz yo'g'ida. Agar aqling yetsa yoki yana kamon ko'tarib olasanmi qo'shib. Prosta 3-1-daman-da. 3-1 o'ynamayapmiz. Plyusda. Ye. Obunachilar, men bo'pti. Keyingi videolarda ko'rishguncha buni ikkinchi qismi ham chiqadi. Lekin men sen bilan urushib, o'ldirib bir marta bo'lsa o'ldirishim shart. Men ikkinchi qismni ham olaman. Hozir ikkinchi qismni